Salam turdaşlar, uzun bo'ldi ko'rishib bo'lamidik. Bizning to'yning tayyorligini qilamiz deb Qashqarda 2 oy oldirashchilik bilan o'tib ketdik. Shuna qilib endi to'ylarni tugatib, Amerikadan kelgan mehmonlarni uzitib, qaynonamlarni, Ruqiyaning nevir inisini, tuqqanlarni, do'stlarni uzitib, endi deb bika bo'ldik. Uzun bo'ldi turlarga bir narsa yo'llab bilamidik. Shuna qilib to'yimiz sog'-salomat tugdi do'stlar. Amerikadan kelib kelgan mehmonlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hijroq demak 20 ming kilometrni besib, bizning to'yimizga kelib qatnashmadi. Bularning qaynonam bilan qaynonam 70larga berib qolgan odamlar. Shu 20 ming kilometrni hijroq ko'rmay, 30 soat aeroplanda o'tirib, bizning to'yimizga kelib qatnashib, mishaga kelib ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ondan maqatam Amerikadan kelgan mehmonlarning bizga bergan bahosi nihoyat yuqori. Shinjonliklar nihoyat mehmondo'stkan, shunchalik mehribon xalqkan deb nurg'unlagan yaxshi baholarni berib ketdi. Ondan bu qatam alayda tilg'ilib arziydigan ishlar bo'lsa, bu qatam Amerikadan kelgan mehmonlarmi do'stlar bizning yurtimizga nurg'unlagan yaxshi baholarni berdi. Yurtimizni shunday yaxshi ko'rdi, Qashqar yaxshi ekan, bodo kelimiz degidek bo'lib ketdi. Bizning yurtimizga bergan bahosi intayin yuqori. Shinjonlik do'stlar nihoyat mehmondo'stkan, oq ko'ngilkan, ishchankan degan baholarni berib ketdi. Ya'ni bu qatim kelgan mehmonlarimizning oldi 20 ming ko'y, keyni 10 ming ko'ydek shu qadimiy shaharlardan o'zi yaxshi ko'rgan narsalarni setib olib mangdi do'stlar. Shuna qilib, bumi bizning yerlik kishilarning shu iqtisodni ko'tarishiga to'p qo'shdi. Bularni meni eng ta'sirlantirgan bir ish bo'lsa do'stlar, qaynonam bilan Ruqiyaning nevrinisi bizning shu to'y tayyorliklarimizga obdan qolishmadi. Uydagi ushaq tushak ishlarni birga qilishmadi. Men ko'pdan ko'p rahmat aytaman.